Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar İdiqut o'g'lonlari Mo'yitiylar jamiyati. Avtori Ömerjon Sidiq. Mahmud Mo'yiti. Davomi. Madrasa masjidlarda islohot elib berish hay'ati yuqorqidek ishlarni qilish bilan bir chog'da yana 1936 yili 3-oylarda ayni chog'da Qashqardagi oliy bilim yurti bo'lgan Darul Ulum maktabini qurgan. Məktəb orni xanlıq mədrasədə bolğan. Bu məktəbdə həftədə 6 gün dərs ötülüb, hər günü düşdən ilgiri dini dərs, düşdən keyin fənni dərs ötülgən. Dini dərsdə ərəb tili oxutuş asas qılınğan olub, ilmi nəhvi, sintaksis, ilmi fiqhə, şəriət əhkamlarına dair bilim, ilmi təfsir, Qur'anni yeshish ilmi, ilmi məntiqə, söz qabiliyyətini aşırış ilmi, Pəlsəfə, ədəbiyyat, hüsnüxət ilmi qatarlıq dərslər ötülgən. Fənni dərs oxutuşda geometriya, təbiət, hesab, tarix, coğrafiya, ximiya, fizika qatarlıq fənlər ötülgən. Məktəbkə dəstləbdə sabiq xanlıq mədrasənin talibləridən və cəmiyyətdən olub 100 nəfər oxuğucu qəbul qılınğan. Məktəbdə qiraatxana təsis qılınğan olub, bu qiraatxana ilim süyer və maarifni qo'llaydigan kishilar tarafidan iyona qilingan turlik fanniy va diniy kitoblar bilan liq to'lgan. O'quvchilarning atrofliq bilim olishi uchun yaxshi sharoit yaratilgan. Maktabning o'qitish ishlari ko'zga ko'rinarlik bo'lib, kishilarning dilini suyundirgan. Darsliklarning mazmun doirasining kengligi, sijilligi ig'ir bo'lgan sari o'quvchilarning tirishchanligi va bilimga intilishi texmo kuchlik bo'lgan. Mahmud Mo'yiti Qashqardagi Uyg'ur uyushmalarini zo'r kuch bilan rivojlantirgan va qo'llagan. Bu orqali uyushmaning xarajat berishi bilan o'qitishi yurishtiriladigan maktablarni, o'qituvchilarning maoshini, yetim yesirlarning turmushini kapolatga ega qilgan. Bu haqda Muhammad Emin Qurboni Tarix betini varaqlaganda namlıq maqalasida mundaq yazıdı. 1935 yılının ahiri Şinjan өлkülük hökumətinin buyruğu bilan Ürümçidən bir gruppa Qashqardagi Uyg'ur uyushmalarining mol mulkini aniqlag'ili keladi va bu miroslarni atalmış asli egisi bo'lgan Appaqxo'ja avlodlariga qaytarish kerak degan g'ulg'ula ko'payib qoladi. Uyg'ur uyushmasi Ürümçidən kelgan tekshirish komissiyasi tarafidan ta'qib ostiga ilinganlikdan amdi Qashqar xalqi oldida buningga taqobil turish kerakmi yo'q degan savol tug'ildi. Xalqning qon tariga kelgan bu mablag'larni ularga o'tkazib berishni hech kim xohlamaydi. Bu haqda hay'at tashkil qilindi. Bir qancha qatimlab yig'inlar ochildi. Komissiyaga ahvol tushuntirilgan bo'lsa-mu, lekin ular o'z gapida ching turaverdi. Surkilish kuchaydi, talash tartishlar ko'paydi. Oxiri ish xatarlik bosqichga berib qoldi. Qashqar viloyatining muavin garnizon qo'mondoni, Uyg'ur otliq askari 6-diviziyaning qo'mondoni Mahmud Mo'yiti yig'inga qatnashib, xalq tarafda turib fikr qilish qaroriga keldi. Apandilar, dedi u qo'shimsini turib, sizlar uyushmamizdan rostilla hisob olamsizlar. Uyushmamiz moliyasidagi to'plangan mablag' butunlay xalqning, u kishilar tarafidan berilgan o'shri zakot, iyona, mazar vaqfa kirimi qatorliqlardan kelgan. Uyushmamiz bu kirim bilan yuzlagan qiri, miyib, igi chaqsiz kishilarni asos qilgan Darul Ajizin, necha yuzlagan yetimni asos qilgan Darul Atamlarni boqidi, uningdagi bolalarni o'qitadi, tarbiyalaydi. Shahar atrofidagi yuzlagan maktablardagi o'qituvchilar bu kirimlar bilan ta'minlandi. Bu haqda necha qitimlab tushuncha bersak quloq solmadinglar. Sizlarning kelgusi avlodlarimizning, jamiyatning umidi, millatning umidi, shundaqla dunyoning umidi bo'lgan yosh g'unchilarga, ojizlarga sarf qilinadigan bu mablag'ni ashu mirosxo'rlarga elib berishinglarga qat'iy qarshi turman. U yig'inda sukut qilib o'ltirib olgan qozi rais katta o'lima Abdug'upur damullagan nafrat ko'zi bilan tikildi-da, pozitsiyasini o'zgartdi. Sizlar yana hisob olamsizlar? Agar shundoq qiladigan bo'lsanglar, hisobni mana mushu berdi.
Mahmud Moiti betlangan tapanchini g'azab bilan Shira ustiga tashladi. Uning ko'zlaridan g'azab uchqunlari chaqnab ketdi. U o'z irodasidan voz kechib, majlisdan chiqib ketayotgan hisobchilarga mag'rurlik bilan qarab turadi. Mahmud Shijoning bevosita o'ttirg'a chiqib aralashishi va xalq tarafda turib haqqoniyatni yoqalashi, keng xalqning qattiq norozilik bildirishi, urush va malomonchilik tufaylidan Uyg'ur uyushma moliyasida vaqtini to'lagidak iqtisodning bo'lmaganligi sababli taftish komissiyasi Urumchiga qaytib ketdi. Demak, Mahmud Moiti Qashqarda turgan mezgilda aql, fazilat bilan, adil adolat bilan yurt so'rab, xalq uchun nurg'un yaxshi ishlarni qilib berdi. Masalan, 1936-yili Mahmud Moiti Qashqar shahridagi Yumloq shahar darvozasini amaldan qoldirib, Nurbishi, bu ko'cha Yoqubbek zamonasida Tuman daryosining bosh eqinidan yog'och nur orqali shaharga suv akirilgan ko'cha bo'lg'achqa mushundoq atalgan. Ko'chasida bir darvoza ochqizgan. Bu darvoza Nurbishi darvozasi deb atalgan. U dangliq ustalarni tashkillab, shahar ichiga suv akirgan. Ilgirki yog'och nurni elib o'tib, suvni 2 metr egizlikdan tövanga sakratib, ondan yuqoriga elib chiqadigan dumlama eriq yasatgan. Bu eriq nur, pishiq xish va do'g'ab bilan intayin puxta qilib yasalg'achqa, uning ustidan harva, avtomobil o'tsimi nur hech qanday ta'sirga uchramay suv ravon eqiyvergan. Bu eriq toki mushu asrning 70-yillargacha shahar ichini ta'minlab kelgan. Uzun zamonlardan buyon har xil tafriqchi kuchlarning qayta fatih qilishi, bulang-talang qilishi natijasida xonavayron bo'lgan azizona Qashqarning vaziyati Mahmud Moiti kelgandan keyin bir mezgil muqimlashib, xalq xotirjam turmushga erishdi. U ma'rifatparvar, taraqqiyparvar aksi Maqsud Moitining ro'yiga varislik qilib, yangi ma'rif harakatini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, ma'rifat peshvalarini butun kuchi bilan qo'llab, Qashqarning ma'rif, madaniyat tarixida oz ko'riladigan gullanish vaziyatini shakllantirdi. Mahmud Moitining bevosita yordami bilan qutlug' shavqining bosh muharrirligida Qashqarda Uyg'ur matbuotchiligidagi tunji nashr afkor bo'lgan Yangi hayot gazeti nashr qilindi. Bu gazetni dastlabda Qashqar viloyatlik ma'rif idorasi, keyin viloyatlik Uyg'ur madaniy oqartish uyushmasi yetarlik mablag' bilan ta'minlab turdi. 1937-yilga kelganda bu gazetning nomi Qashqar Shinjong gazetiga o'zgartirildi. Bu gazet bir tarafdan ayni vaqtdagi hukmronlarning zulmatlik tuzumini pash qilsa, yana bir tarafdan xalqni xurofotlikdan qutulib, yangicha madaniyatni o'rganishga da'vat qildi. Erkinlik, barobarlik shuari ostida ittifoqlashib, azguchilarga qarshi kurash qilishga undadi. Bu gazetning tirajimi kundan kunga ko'payib, 10 necha ming parchaga yetdi. Gazetning xanzucha nusxasimi nashr qilinib, shapografda besildi. Hozirgi Qashqar gazeti dal mushu gazetning asosida qurilgan. Mahmud Shijoning vasitasi bilan qurilgan ko'plagan maktablar jamiyat uchun, keyingi davr uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan halqiliq tarixiy shaxslarni, ixtisosli xodimlarni tarbiyalab berdi. Mahmud Moiti ayni vaqtdagi ma'rif, madaniyat, qurilish ishlarining taqozzosini ko'zda tutib, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan yaqin do'stlik munosabatidan foydalanib, Uyg'ur yoshlarini Toshkent O'rta Osiyo universitetiga o'qishga chiqarishni qaror qildi va Shinxisega qayta telegramma yo'llab, oxiri bu ishni ro'yobga chiqardi. Mahmud Moitining turtkisi bilan 1934-yildan 1936-yilgacha 3 turkumda 300 o'quvchi O'rta Osiyo universitetiga o'qishga chiqdi. Bu Uyg'ur ma'rif tarixidagi g'oyat zo'r g'alaba bo'lib, bu o'quvchilar Shinjang tarixida tunji qitim maydonga kelgan yangi ziyolilar bo'lish sifati bilan keyingi taraqqiyot davomida har qaysi sohalarda ajoyib zo'r rollarni o'ynadi. Bu yerda shundoq bir ruh kishini ta'sirlantirdiki, Maqsud Moiti Maqsudiya maktabini ichib, yangi ma'rif mash'ilini yiqib, boshlang'ich o'rta maktab ma'rifini umumlashtirgan bo'lsa,
inisi Mahmud Moiti bu xil ma'rif harakatini Janubiy Shinjang zaminida yuqori to'lqinga ko'tarish bilan birga boshlang'ich, o'rta maktab ma'rifini qabul qilgan o'quvchilarni, jumladan Maqsudiya maktabining o'quvchilarini oliy maktabda o'qish fursatiga ega qilib, ma'rifat mash'alini eng egiz manziligacha yolqinjatdi. Avloddan avlodga davomlashgan qizil yipni parlaq manzilga tutashtirdi. Mahmud Moiti ochiq so'zlik, haqqoniyatchi, e'tiqodliq, ma'rifatparvar kishi bo'lish sifati bilan ilm ahlilarini, ma'rifat suyar kishilarni intayin qadrlaydi. Sotqin, ikki yuzlimchi kishilarni qattiq o'ch ko'ratdi. Uning bu xil xarakteri Abdug'upur Shaptul Damullaga tutgan pozitsiyasida ro'shan o'z ifodasini topadi. Abdug'upur Damulla asli Fayzvat noyisining Shaptul yezisidan bo'lib, o'z yezisida savodini chiqargan. Keyin Nahida va Qashqardagi madrasalarda o'qigan. 1900-yilining boshlarida Buxoroga berib o'qib, Saudiya Arabistonga berib haj qilib kelgan. 1914-yili Qashqarning Shayxul Islomiy va buyuk o'liması Bavudun Maxdum vafot bo'lgandan keyin Chasa madrasaga imom, mudarris, keyingi kunlarda xonliq madrasaga mudarris bo'lgan. Diniy ilmga komilligi, so'zmanligi bilan Shaptul Abdug'upur Damulla Hoji deb tonilib, ayni chog'dagi Dotay Mashavuning hurmatiga sazovor bo'lgan. 1933-yili Qashqarda dehqonlar qo'zg'olonining sarkardasi Tömür ili huquq yurgizgan chog'da Abdug'upur Damulla Tömür Shijoning yaqiniga aylanib, Qashqarning bosh qoziligiga ko'tarilgan. 1934-yili 7-oyda Mahmud Moiti Qashqarga kelganda Abdug'upur Damulla bir yumaloqla Mahmud Shijoning yaqini bo'lib olgan. Mahmud Moiti uning diniy o'lima va olim ekanligiga hurmat bildirib, uni e'tiborlab o'ziga mushavir qilib olgan. Hatto Qashqar Millat Majlisining raisi qilib tiklagan. Shuningdek, 1935-yili Urumchida ochilgan qurultayga Qashqarning vakili qilib avatgan. Uningdan ko'p umidlarni kutgan. Lekin Abdug'upur Damulla qurultaydan qaytib kelib, xalqning kutganining aksicha hukumatni maqtab, Shingsey va uning olti buyuk siyosatini ko'kka ko'targan. Urumchiga borganda o'zining hukumat tarafdan alohida kutilinganligini, Shingseyning uning oldiga alohida chiqqanligini, qaytganda uzitib qo'yganligini og'izdan tushirmagan. Hatto payg'ambar alayhissalom mendan keyin dunyoga yana payg'ambar kelmaydi degan. Agar keladi degan bo'lsa, mana mushu Shing Doban janoblari bizning payg'ambarimiz bo'lib kelgan bo'ladi deb so'zlab yurgan. Buningdan Abdug'upur Damullaning Shingseyga setilib ketganligini, ayni vaqtdagi katta olim, taraqqiyparvar zot Abduqodir Damullani qasdlab o'ltirishda Shaptul Damullaning qo'li borligini his qilgan. Mahmud Shijong bu ishdan qattiq g'azabga kelib, 1936-yili 5-oyning 12-kuni ikki odamini avatib, Abdug'upur Damullani Qashqar Ko'ni shahrining O'tang bozorida yo'shurun o'ltirgizvatgan. Shingseyning yaqin odami bo'lgan Abdug'upur Damullam o'ltirilgachga, Mahmud Moiti bilan Shingsey o'rtasidagi ziddiyat yanada keskinlashgan. 1936-yili va 1937-yilining boshlarida Mahmud Shijong bak qiyin ahvolda qolgan. Xo'janiyaz hoji bilan Mahmud Shijongning o'zidinla emas, balki butkul Uyg'urlarning ularni qo'llashi va ularga agishidan bak qo'rqqan Shingsey bu ikkisini yo'qotishni o'zining asosiy maqsadi qilgan. Shingseyning birinchi chorasi Xo'janiyaz hojiga muavin raislik do'ppisini kiygizib, uni Urumchiga akilib olish bo'lgan. Mahmud Shijongga Qashqarda bir Shijongliq diviziya komandirilik mansibini bergan. Uning ustiga Liubing degan odamni Qashqar garnizon qo'mondoni qilib tayinlab, u orqali Mahmud Shijongni tizginlamoqchi bo'lgan. Lekin Shingsey buning bilanmi xotirjam bo'lolmagan. Shingsey Mahmud Shijongning kuchini ojizlashtirish uchun Mahmud Shijongning ishonchli tayanch kadrlaridan Abdurahmon, Nizomiddin hoji, Ayub bey, Mutvilla Axun,
Şerif Hacı, Toxti Bujang, Hamdambey Hacı, Barat Tuanjang qatarlıq kişilərini qayta-qayta telegramma berib, Mahmud Shijoning o'lmig'iniga qo'ymay, ugunishga deb Urumchiga chaqirtib olgan. Keyin yana Shingsey Mahmud Shijoning 2 polik komandiri, 4 rota komandirini Urumchiga ugunishga chaqirtgan. Buningdan boshqa Shingsey Qashqardagi va Janubiy Shinjongdagi barliq saqchi o'rinlarini egallab, keng ishpiyonlik harakatlari orqali Mahmud Shijoni va uning odamlarini qattiq nazorat qilgan va Mahmud Shijoni qo'llagan bir qancha odamni qamab o'ltirgan. Mahmud Shijong o'z vaqtida Shingseyning o'zini yo'qotish suiqasdini bilgan bo'lsa-mu, lekin Shingseyga ochiq qarshi chiqolmagan, chunki Shingseyni Sovet hukumati qo'llaydi. Mahmud Mo'ytining bir chorasi Emin Vahidi, Mo'min Axun degan ikki kishini Nanjingga avatib, Jiang Jishiga Shingsey ustidan shikoyat qilish bo'lgan. Jiang Jishi, biz hozir Yaponga qarshi urush bilan aldirash, bir mezgil kutib turinglar, deganmish. Ular qaytishda Emin Axun Lanjuda qilib qolgan. Mo'min Axunni Qumulda Shingseyning ishpionlari tutib olgan. Mahmud Shijong urinishlari amalga oshmagandan keyin qandoq qilish haqida bosh qotirib 1936 yili 12 oyda o'zining sodiq kishilari İsmail Beg, Muhit Payzi, Yaqub Tuanjang, Himit Haji kichik axunlarni chaqirib muzokara qilibdi. Ikki xil fikr chiqibdi. Biri hozir qo'zg'alish, yana biri yaxshi tayyorlanib fursat kutish. Keyin ikkinchi fikr ma'qullanibdi. Bu maxfiy maslahatni birsi Qashqardagi garnizon qo'mondoni Liubinga va Sovet konsuliga yetkazib qo'yibdi. Shuning bilan Shingsey bilan Mahmud Mo'ytining orasidagi ziddiyatni yanama kuchayibdi. 1937 yilining 5-ida Qurbahit kunlari. Mahmud Shijong ikkinchi qitim yaqin kishilari bilan muzokara qilib, harbiy qismlarni Yingsarga to'plab harakat qilmoqchi bo'lgan ekan. Bumu garnizon qo'mondoniga ma'lum bo'lib qopti. Uzoq o'tmay, Shingseydan Mahmud Shijongning asosiy kadrlaridan 23 kishini Urumchiga ugunishga chaqirib telegramma kelibdi. Ondan keyin Mahmud Shijonimi 3-chi qitimliq o'lkalik qurultayning tayyorlik yig'iniga Urumchiga chaqiribdi. Mahmud Shijong barmay bir qancha kun o'tgandan keyin Qashqar garnizon qo'mondoni Liubing Mahmud Shijongni muzokara qiladigan ish bor deb Yenisharga chaqiribdi. Mahmud Shijong Urumchiga borman degan gapni tarqitib, maxfiy chetga chiqib fursat kutish uchun ov qilish nomi bilan yoshirincha shahardan chiqib ketgan. Shunda qilib, u 1937 yili 4-oyning 4-kuni ataganda yaqin kishilari Musul Haji, o'zining aksi, Bayaxun Aziz, Abdulla Damulla Naimi, Gayit Axun, Şerif Axun, Yasin Qari, Ablimit qatarliq 35 kishi bilan Yakanga ketgan. Ketish oldida harbiy qismlarni Sanmujangi Abduniyazga topshirgan. Mahmud Shijong nemishqa Hindistonga o'tib ketdi. Yuqorida bayon qilinganidek, u nihoyatda qiyin ahvolda qolgan edi. Uning oldida ikki yo'l turardi. Biri Shingseyga taslim bo'lish, bu o'lim yo'li edi. Yana biri Sovet ittifoqiga iltimos qilib, ularning yordami bilan Shingseyga qarshi turish. Bu tuyuq yo'l edi. Bu yo'lni mohiyatidan aytganda Mahmud Shijong xohlamaydi. Uning kommunizmdan qo'rqish holati ashundoq oqibatni keltirgan edi. Demak, urushsa qon to'kiladi, o'zi yengiladi. Ba'zi materiallarda yozilishicha, Mahmud Mo'yti hamrohlari bilan Qashqardan chiqib ketgancha Yakanga berib Ladakh yo'li bilan Hindistonga o'tgan. U yerdan Turkiyaga borgan ham Saudiya Arabistoniga berib haj qilib, Hindistonga qaytib kelib, Kalkutta portidan parxodga o'ltirib Shanxayga kelgan. Ondan Yaponiya qatorliq joylarni aylanib, Beijingga qaytib kelib, ilgari Qumul Vangi turgan qasrda turgan. 1944-yili kasal bilan Beijingda o'lgan. Mahmud Mo'ytining Ablimit Mo'yti, Hajar Mo'yti, Xalichxon Mo'yti, Abliz Mo'yti, Abdumijid Mo'yti, Bishorat Mo'yti qatorliq farzandlarining bir qismi janglarda shahid bo'lgan. Bir qismi har xil ochiq qismatlarni boshdan kechirib,
uningdan tavarruk bo'lib izini besib yashagan. Ayni vaqtdagi markaziy hukumat bo'lgan Kuomintang hukumati Mahmud Mo'ytini Janubiy Shinjang amonlik qo'g'dash shtabining muavin qo'mondoni va qo'shimcha 6 diviziya qo'mondorligiga tayinlagan va general-leytenant unvonini bergan. Mahmud Mo'ytimo bu vazifani zimmasiga ilib, Kuomintang markaziy hukumati taqdim qilgan mashrang sarjidan tikilgan harbiy forma, qasqonliq shapka, yoqiga qadaydigan generallik oltin chan va tasma balvog'larni qabul qilgan. Sovet ittifoqi Shingsega yordam berish uchun mashhur marshal Ribalkinni Shingsey askarlarini mashqlantirishga avatganda, Mahmud Mo'yti qo'shinlarimo Shingseyga qarashliq bo'lg'achqa, Ribalkin Qashqarga kelib, Mahmud Shijoning askarlariga harbiy ta'lim-tarbiya bergan. Keyin Shingsey suiqasd qilmoqchi bo'lganda, Mahmud Mo'yti Nanjingga maxsus odam avatib, Jiang Jishiga Shingsey ustidan arz qilgan. Jiang Jishi, biz hozir yaponlar bilan urushyapmiz, sen bir mezgil ta'xir qilib tur, deb javob bergan. Mahmud Mo'yti chet elga chiqib ketgandan keyin Shingsey Mahmud Shijoning Qashqarda qoldirib qo'ygan komandiri Abduniyoz Tuanjang bilan Maxusan qismlarini Sovet Qizil armiyasining qo'li bilan bostirib, Qashqardan o'ziga keladigan xavfni tugatgan va bo'ri terisini kiyib, Sovet ittifoqi konsuli vakil bo'lib tuzgan kelishimning vaqti o'tganligini his qilib, 1937 yili 10 ayning 12 kuni Şinjan өлkəsinin muavin raisi Xo'janiyaz Hojini qo'lga olgan. Bir yildan keyin Yapon jahongirlikning jasusi degan yo'qolang batnomni o'ydirib chiqib, bo'g'ib o'ltirgan. Davomi bor.